Koson shahrining eng savdo sotig'i juda kuchli bo'lgan ko'chasidan joyimiz sotiladi. Bu joyni o'zingiz uchun sklad yoki ishlab chiqarish sexi yoki savdo do'koni qilish ham mumkindir balki. Bu sizning qaroringizga bog'liq. Manzil tushuntiradigan bo'lsam, To'qnaqala bozori, eski Shirinbar oldidan kirib kelishinglar. Ko'rishingiz mumkin. Ushbu joyimizga kirib kelish yo'lagi umumiy hamma uchun qoladi. Chunki bu yerda boshqa tadbirkor akalarimiz ham bor. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Kirib kelishdagi mana bu joyimiz 20 metrga 20 metr taxminan. Umumiy 4 sotix joy. Bu alohida va birgalikda ham sotiladi. Bu birinchi joyimiz. Xo'p, ikkinchi joyimiz aytadigan bo'lsak, mana shu ko'rib turgan ustimiz. Ana shundan boshlanadi va oxiriga qadar davom etadi. 20 metr, 25 metr atrofida. Bunaqasiga 40 metr, 50 metr. Umumiy hisobda aytadigan bo'lsak, 12 sotix maydon bor. Bozor atrofidan sklad uchun joy qidirgan yo ishlab chiqarish uchun joy qidirgan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'ying. Agar shu joy kimgadir kerak bo'lsa, aloqa raqamlariga chiqasizlar, bemalol savdolashib olishlaringiz mumkin. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Xizmatimizni hisobga olgan holda like va podpiska bosasizlarga umid qilaman.